Bozorimizdagi eng qulay va mehnatkash mashinalardan biri bu Jag M3 va ushbu model keyingi yildan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Tashqi ko'rinishdan M3 tartibli, xotirjam va maksimal darajada foydali. Mohiyat shundaki, M3 biznes va katta oilalar uchun haqiqiy ish quroli sifatida yaratilgan. Salon ko'rganingizdek juda keng. M3 yo'lovchilar sig'imi bo'yicha ikkita sedanga teng, chunki unda 9 ta o'rindiq mavjud. Jihozlanish bo'yicha kundalik foydalanish uchun zarur bo'lgan barcha jihozlar, konditsioner, multimedia, USB portlar, qulay javonlar, normal shovqin izolyatsiyasi. Bu ish mashinasi, lekin byudjet hissi yo'q. Kapot ostida 1.8 litrli motor. Dvigatel oddiy, ishonchli, xizmat ko'rsatish arzon. Taksi, sayohlik firmalari va katta oilalar uchun to'g'ri kelishi aniq. Bu mashinadan yuqori tezliklarni talab qilish juda ham noto'g'ri, chunki birinchi navbatda mashina sizni komfortingiz uchun yaratilgan. Yumshoq podveska, yuqori klirens va haydovchi uchun juda yaxshi qilingan tevarak atrofni ko'rish imkoniyati. Va eng muhimi, bu mashina keyingi yildan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Bu degani navbatlar va ehtiyot qismlari bilan muammo bo'lmaydi va albatta mehnatkash akalarimizda bu mashina yuragida albatta joy oladi. Va hozirgi kunda Jagda Orient Finance Bank va Apex Bank bilan foizsiz muddatli to'lov va kreditlar bo'yicha hamkorlik mavjud. Bu degani M3 uchun bozor stavkalaridan pastroq foiz stavkalariga ega bo'lishingiz mumkin va mashinani foizsiz ham nasiya savdoga olsangiz bo'ladi. Barcha kerakli ma'lumotlar esa ekranda chiqadi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.